Gezer nakşimiz her yanni sadası yanrıtı Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Tinchlikmi? Meniki YouTube kanalıma hoş geldinglar. Men Mehmetcan Qurbandan minglar o'tliq salom. Men bugun tuyuqsiz shuni o'ylab qoldim. Men burun jiddiy bilimda ishlagan. Shu jiddiy bilimda yuz bergan voqealar to'g'risidami arlab so'zlab beray deb o'yladim. Bugun so'zlamoqchi bo'lganim bir o'q tekkan bemorni qanday bartaraf qildim deganni bir so'zlab beray. Anaki shunday vaqtlarda qanday bartaraf qilamiz deganlarni ko'pchilik bilan bir muzokara qilishsam deb o'yladim. Shunlashqa amma Facebookda uzun YouTube'ning uzun qismini vaqt uzun ketsa bak ig'irlab ketadi ekan deganni angladim. Shunlashqa ma ustidagi şu YouTube ulanmasını çeksanglar bütün kısmını ko'ra olasizlar. Men şu 1995-yil ishkin doktorxona xizmat tushgan. Xizmat tushib bilan shu jiddiy bo'limda 2 yildan oshiq ishladim. Bu o'q tekkan bemorni qanday davoladim degan chaqda bu bemor degandimi Xitoy. O Xitoy jiddiy bo'limni sizlar o'qisizlar, kechasi qattiq ishlaymiz bo'libmi. Oldingi sapda ambulatoriya manjinda shu chog'larda shu kech soat 1 atrofiga deyman esim qilishcha tuyuqsiz bir Xitoy yugurib keldi, oldi maydisini tutib nima bo'ldi desam o'q yedimman deb shunaqda deb cho'chib ketdim. Nima qilishimni bilamadim. Ammo birinchilab kallam kelgini mush oldi bilan oldidan kirib oqidan chiqib ketdi o'q. Shuni ular oldiga bir jobo dakani qilib jobo bilan chaplab kendin yana bir dakani qilib buni chaplab muqim qildim. Qilgandan keyin kallam kelgani birinchilab shu. Shuni bilan biz oldingi shu sap bo'lgandan keyin hammani bir taraf qilib birinchi qadamda undan keyin qaysi bo'limdan kesil bo'lsa shu bo'limga yo'llaymiz-ku. Sizlar bilasizlar, dujini degan oldin minjinda faqatdan bizni qilib olamaymiz. Uxlaydigan vaqtmi yo'q desak bo'ladi. Ishxonamiz bor, ammo u damalish asosan yo'q desak bo'ladi. Bo'libmi tashqi bo'limniki. Keynedeki ambulat balnıs bölümünde doktorlar hamda aram elib odatdagi balnıs yatgan kasallar chaqasi qopib degandek ashna ishlan qiladi. Ammo ularni bizga pat deb turdi, kasal amonlar amal bor deb. Shunga u Xitoyni ashnaqa jobun chaplagandan keyin ismlarda bor bir daftar botdi. Kasal tarixini yozgan. Shu kasal tarixini yozib poplam buni rentgen tatadigan yo'lga etdim. Rentgen tatadigan yo'l o'tgandan keyin yarim soatlardan keyin 10 ga yaqin odam yugurib keldi. Bir-biridan igiz qizlar, o'g'illar. Bunda o'ylab baqsam, shu vaqtda yezunqo'y keshtik klapniki shu motorlar deymiz. Shularken ular yugurib kelib mendan so'radi, bizniki boshlig'imiz keldimi deb. Boshlig'imiz ismini nima desam, shunaqda deb berganda rentgen tatqilib ketdi dedim. Shuni bilan ular ketdi, birdan keyin keldi, nafaslari bakmo xatarlik emas, ammo darhol ko'krak biligim bog'in dedim. Ko'krak biligim ketgandi. Shu hamda Memmo kechasi biz ishlagandan keyin tushdan keyin soat 5 dan boshlab atgan soat 8 ga ishlaymiz-da. Shuning bilan xatmalar. Atgan soat 8 da o'zim qiziqib shu Xitoy qanday bo'lgandi deb telefon qilib baqdim ko'krak bo'limidagi Uyg'ur doktorlarga. Doktorlarga telefon qilsam, buningda cho'ng mas'ul yo'q-ku. Shunlashqa uni qutuldirib shu hozir balnıs yetyotdi, cho'ng mas'ul yo'q-ku. Buning tumorlarini ta'liv akadi dedi, hamda ushaq cho'ng tumorlar tegmabdi deb shunaqda dedi. Shunlashqa men shu vaqtda shu o'zimni cho'chib ketib birinchi qatim ko'z oldim kelgani, xiyolim kelgani shu bo'ldi, qanday bir taraf qilish.
Anandan keyin kitap qarab baxsam, to'g'ri ekan. Bayroqda bir isim kelib Google qilib qaradim, hamda yaponcha materiallardan. Onun qarasam shunday yozibdi. Bu qig'inim to'g'ri ekan. Qandaqsiz degan chaqda bunda qig'inim chishung deb anglagan bo'lishinglar mumkin. O'pkiga yal kirkitida shuldi. Shunlashqa shuni oldini ilib qiptimanda shu vaqtda. Shu hamda shu to'g'riliq hamda sizlarga bir eng ig'ir desam bo'ladi, men ko'rgan bemorlarning ichida. Ammo har xil kasallar, masalan, binodan tushib ketgan, pichoq tiqishgan deymiz, urush jidal. Bundan keyin shu ciddi bölümdeki işler Katar'da şu YouTube kanalımda pat sözlep duray dep oyladım. 2 yılda kömgen keseller, işte acayip jaq kesellerni körüp kettim desem buludu. Şunlaşkan bir hesapta yeni hizmet düşken vaqtida bu asli qoida bo'yicha balnisi 1 yil cheniqqandan keyin oldingi sapga minjang chiqirdi ambulatoriyaga. Ammo bu Xitoy bizning boshlig'imiz yana bir Xitoy vaqtda 2 oy burun mendan kelgan. U Xitoydan chiqamay meni oldingi sap chiqarib o'tgan. Albatta yog'ishildim. Yog'ishlayman. Bir kech men ishlasam, yana bir kech yana bir cho'ng bir Uyg'ur doktor vaqtda ish ko'yla almishib 2 yildan o'shiqaroq ishlabdim. 95-yillar atrofida hamda shu vaqtda esinglarga kelsa o'ylayalaysizlar, oqchikidiganlar deymiz. Acayip kasallar chiqib, uning ustiga ishkin doktorxonamiz sizlar bilgandek shu ardocho do'nko'rikni boshqa uning ustiga eski sirq binolar. Shunga hamda shu bugun tuyuqsiz shu ism kelib qolib bir so'zlab beray deb o'yladim. Anandan keyin shu bu hayot deganda hech qanday atnim bo'ldi hech kim bilmaydi. Shunlashqanda men Facebookning ustiga yozib qo'ydim, qo'rqadiganlar ko'manglar askartish deb. Shunga buning o'qniki odatda bu nimalarni elaraq nimaga chaplab qo'yma. Shu YouTube'imga yaponcha material ham xitoycha aralashib qolganiki ko'rsanglar o'qiyalaysizlar. Odatda saqchilarniki shu o'quniki qalinligi diametr degandek 9 millilitr bo'lganda normal ahvolda. Bu hammasi degan gap emas, to'g'ri tushuninglar. Buniki surati 1450 kilometr bo'ladi ekan. Hamda Amerikaning hisobi bo'lganda 900 mil deydi ekan. Anandan keyin mush Amerikada shu bir cho'ng bir saqchini ziyorat qilganchaqda saqchimi debdi, odamning hayotini aytdi, jeni chin keldi degandekchi debdi. Amal shu agar debdi, agar shu yurak bilan mingiga o'q tegmay boshqa a'zo tegsa, odamniki hayot qilish ehtimolligi 80% dan 95% gacha degan yakuni chiqaribdi saqchi boshlig'i. Demakchi bugun tuyuqsiz shu ism kelib qoldi. Shunga bundan keyin men shu jiddiy bo'limda ko'rgan kasallarning ahvollari asta-asta ism kelyotdi. Vaqtcha yosh vaqtlar 25 6 yoshdan boshlab ishladim deyman. Andaq bo'lgandiki birdan Uyg'ur kasallarmi bor, har xil kasallar. Kesel doktorxonada mig'mig ko'rsizlar hammanglar. Shunlashqa shu tan sog'liq to'pimdimi shuni so'zlab bersam bo'g'dak deb, uningkin jiddiy ahvol olgancha qanday oldini olmaymiz, qanday bir taraf qilmaymiz degandeklarni bilib olsanglar, sizlarga hammanglarga yaxshi deb shuni bugun tuyuqsiz chiqib qoldim. Bugun shunchalik so'zlay. Buldamsa hammanglarga rahmat, xayr xo'sh. Agar yoqtirgan bo'lsanglar, qarindoshlar, ma ostidagi subscribe yani a'zo bo'ling. Uningdan keyin shuning yanidagi qo'ng'iroqni besishni unutib qolmanglar bo'lsa, boshqa do'stlarga tarqatib qo'yishinglarni umid qilaman. Rahmat.